1997 yılı Uyghur elining G'ulji shahrida yuz bergan 5 fevral G'ulji qatliamı Uyghur xalqining kommunist Xitoy mustamlikasi ostidagi yana bir qitimliq keng ko'lamlik qurolli qirg'inchilik uchrash fojiasidir. Bu fojianing yuz berganiga garchi 20 necha yil bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bu qirg'inchilikning tafsilotini Xitoy hukumati hozirga qadar oshkorlagani yo'q. Aksicha, Uyg'urlarning haqliq qarshiliklarni haqsizlashtirish uchun mazkur voqeani xalqaro terrorlik harakatlariga bog'lab, izchil qorlab kelmoqda. Ma'lum bo'lgandek, Xitoy hukumatining Uyg'urlarning haqliq qarshilik harakatlarini xalqaro terrorlikka bog'lashi Barin inqilobi bilan tang o'tirg'i chiqib, 5 fevral G'ulji qatliamidan keyin Uyg'urlarni xalqaro terrorlik tizimligiga kirgizish bilan irqiy qirg'inchilikqa qonuniy yo'l hozirlagan edi. Bugun shu o'tmishimizga qaraydigan bo'lsak, aslida Xitoy hukumatining bo'libmi islohotdan keyin yuz bergan ikki qatimliq Uyg'ur o'quvchilar harakatidan keyin Uyg'ur masalasining xarakterini apchillik bilan burmilganligini va bu burmilashlardan keyin Uyg'urlarning Xitoy ishchi va xalqaro jamiyatning nazaridagi obrazining salbiy ta'sirga uchirganligini ko'ra olamiz. Halbuki, irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirayotgan bir millat bo'lish sifatimiz bilan boshdan kechirganlarimizni aql bilan kuzatish va uning haqiqiy mohiyatini tushunish mavjud krizislardan qutulishimizning hal qilg'uch omillaridan biridir. Undaqda nazarimizni o'tgan tarixga og'dirib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga atalmish 3 xil kuch tuhmatini ortgan ashu davrlarni eslab boqaylik. Ma'lumki, o'tgan asrning 70-yillarining oxiri Xitoy amdila 10 yillik qalaymanchilikni oxirlashtirib, og'ir siyosiy va iqtisodiy krizisdan qutulishning yo'lini izlashga boshlagan edi. Dal shu paytda islohot elib berish Xitoy davlatini saqlab qolishning birdan-bir chiqish yo'li deb qaraldi. Halbuki, Xitoy bir milliy davlat bo'lmasdan, balki davlat ichida milliy territoriyalik avtonomiya yo'l qo'yilgan ko'p millatlik davlat edi. Navoda islohot elib berilsa, bu islohotning ayni vaqtidagi xalqaro vaziyatning kuchli ta'siriga uchrab, Xitoyning hokimiyat o'lini tavirtib qo'yishidan qattiq andish qiladi. Chunki Xitoy kommunist hukumati qurilgandan buyon O'rta Sharq, Afrika va Latin Amerikasidagi xalqlarning milliy mustaqillik harakatlarini eng kuchli qo'llab kelayotgan davlat edi. Bundaq ahvolda davlat ichidagi Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq Xitoy bo'lmagan xalqlarning milliy mustaqillik harakatlarini bostirish Xitoyning saxtapazligini chandırib qo'yadi. Shu sababdan Xitoy hukumati bir tarafdan islohot elib berib, Xitoyni qiyin ahvoldan qutqizib qolgan. Yana bir tarafdan Uyg'ur qatorliq millatlarning mustaqillik yo'llarini unumli to'siya oladigan chora tepish ustida bosh qotirishga boshladi. Shunday qilib, Xitoy hukumati oldi bilan 1975 yili amaldan qoldirilgan Bintuanni asli keltirdi. Uyg'ur elda Bintuanning asli keltirilishi Xitoyning islohotni yo'l qo'ygandan keyin Uyg'urlarni tizgilashdagi dastlabki qadami bo'ldi. Ammo bu hodisa ikki qatimliq Uyg'ur o'quvchilar harakatiga, ya'ni ularning Uyg'urlarning avtonomiya haqqini kafolatga ega qilish, demokratiya, erkinlik va barobarlik talab qilishdek qarshilik harakatiga sabab bo'ldi. Bu shuarlarning o'tirg'i chiqishi Xitoyni texmi cho'chitdi. Chunki Uyg'urlarning demokratiya, erkinlik, barobarlik istagi Dunyo kishilik huquq xitobnomasining ro'yiga uyg'un keladi. Uyg'urlarning avtonomiya haqlarini kafolatga ega qilish talablari Xitoyning xalqaro qonunlariga xilof holda bir millatning o'z tuproqlarini o'zi idora qilish haqqini cheklaganligidek jinoyatini o'tirg'i chiqaradi. Texmi qo'rqinchligi bu hodisa Uyg'ur qatorli xalqlar bilan Xitoy orasidagi munosabatlarning ich yuzini xalqaro sahnaga elib chiqib, Xitoyning hokimiyat o'lini tavirtib qo'yishiga sabab bo'lishi mumkin edi. 1989 yili yuz bergan Tiananmen o'quvchilar harakati Xitoy vaziyatini texmi jiddiy holatga elib kirdi. Bu voqeaning qonliq bostirilishi Xitoyning g'arb demokratik qimmat qarashlarini asla qabul qilmaydiganligini yana bir qatam isbotladi. Bu voqeadan keyin Xitoy Kommunist partiyasi sobiq Sovet ittifoqining izini bosmaydiganligini texmi aniq o'ttirib qo'yishga boshladi. Xitoyning ikkinchi avlod rahbari Deng Xiaoping sobiq Sovet ittifoqi va Sharqiy Yevropa vaziyati haqida shu mezgillarda bir qism qarashlarini orqa-orqadan e'lon qildi. Uning qarashicha, sobiq Sovet ittifoqining vayron bo'lishi G'arbning ta'siri va Sovet ittifoqi rahbarlarining bo'shanligidan bo'lgan edi. Sobiq Sovet ittifoqining yo'lda mingish Xitoyning parchalanishini keltirib chiqardi. Oqibatda Deng Xiaoping o'tirg'i chiqargan davlatning parchalanib ketish andishasi Xitoy hokimiyatining Xitoy xalqining qallasini G'arbga qarshi ideya bilan yuyishidagi eng o'tkir qurolga aylandi. Bu qurol o'z navbatida yana Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni atalmish 3 xil kuch bilan qaralishi va yillarcha zulm qilishiga Xitoy xalqining sukut qilishidek benormallikqa sharoit yaratdi.
Mana mushundaq bir vaziyatda 1990-yili yuz bergan Baran inqilobi Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning haqliq qarshilik harakatlarining mohiyatini uch xil kuch qalpig'i bilan burmalashdagi tunji qadam bo'ldi. Baran inqilobining portlashiga sabab bo'lgan asosli omillarning biri Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoriga qattiq qo'lliq bilan yurgizayotgan planliq tug'ut siyosati edi. Chunki bu siyosat sababli Uyg'ur dehqonlari turli ziyonkashliklarga uchrash bilan birga Xitoy o'lkalaridan Uyg'ur eliga to'xtamay eqib chiqayotgan Xitoy ko'chmanlarining boylik manbalarini talon-taroj qilishi natijasida Uyg'urlarning yashash imkoniyatlari barg'ansiri tarayib ketgan edi. Bu inqilobning orqa ko'rinishi amaliyotda Xitoy deyotgan uch xil kuch bilan qilcha aloqasi bo'lmagan Uyg'ur dehqonlarining Xitoyning chekdan oshgan zulmlariga qarshi ko'rsatgan qarshiligi edi. Lekin Uyg'urlarning haqliq qarshiliklarining mohiyatini Xitoy hukumatining burmilishi natijasida Uyg'urlar Xitoydagi boshqa xalqlarning ishonchiga, qo'llashiga, hesdashligiga emas, aksicha nafratiga, qo'rqinishiga va chatga qiqishiga duch keldi. Baran inqilobining radikallik va bo'lginchilik bilan burmilinishi Uyg'ur elda Bingfanning muqimlikni qo'g'dash nomida kuchlanishiga texmo dag'dam yo'l ochdi. Shu chaqlardan boshlabla Xitoy ichida davlatning parchalanmasligi va bexatar bo'lishining asosi bo'lgunchi va asabiy kuchlarni yo'qotish ekanligidek tashviqotlar kuchli ravishda ilib berildi. Xitoyda bo'lgunchilik, asabiylik temalarining o'tirg'i chiqishi har vaqt Uyg'urlarga bog'lanib, o'tgan asrning 80-yillarida Xitoyning dengiz yoqasi rayonlarida tijoratga mohirligi, samimiy, oqko'ngil, fazilatlik va o'zgacha madaniyati bilan Xitoy xalqini tong qoldirgan Uyg'urlar 90-yillardan keyin asta-asta o'g'ri, yanchuqchi, zahar atkaschisi, radikal, bo'lgunchi deb qaralanishga boshladi. Uyg'urlarning obrazining xunuklashtirishiga ergishib, yana bir turkum ajoyib qismatlar Uyg'urlarning beshiga kelishga boshladi. Bu davrda Uyg'ur elida tarixda ko'rilib boqmagan Uyg'ur bolalarining Xitoy o'lkalariga aldab elib kirilishi, odam atkaschiligi, zahar chekish va setish bilan shug'ullangan ahvollari ig'irlab ketgan edi. Buning natijasida nurg'un Uyg'ur oilalari xona vayron qilindi. Yana nurg'unlagan Uyg'ur yoshlari AIDS qatorliq yuqumli kasalliklarning asoratiga qoldi. 90-yillar haqiqatan Uyg'urlar uchun zo'r yo'qotish bo'lgan, qo'rqinchli yillar bo'lgan edi. Ammo Xitoy hukumati Uyg'ur elida yuz berayotgan bu masalalarni hal qilishga hech qanday unumli chora qo'llanmadi. Mana bu shunday bir vaziyatda G'uljani markaz qilgan Uyg'ur jamiyatida mashrab yig'ilishi Uyg'ur yoshlarini Uyg'ur milliy axloqiy va diniy e'tiqod prinsiplari bo'yicha tarbiyalab, qutuldirishning unumli yo'liga aylanishga boshladi. Ammo Xitoy hukumati Uyg'ur yoshlarini qutqizishda unumi ko'rinarli bo'layotgan Uyg'ur mashrab faoliyatlaridan qattiq bearam bo'lishga boshladi. 1996-yilning boshlarida Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti 7-nomerlik hujjat e'lon qilib, 1 yil bo'lganda, ya'ni 1997-yil fevralda Uyg'ur elining G'ulji shahrida Uyg'ur yoshlarining yana bir qatimliq qarshilik harakati yuz berdi. Bu harakatning o'tirg'i chiqish sababimi Xitoy hukumatining Uyg'ur mashrab yig'ilishini Xitoyning hokimiyat bexatarligiga tahdid deb qaragan uch xil kuch deb qaralganligi va nurg'un Uyg'urlarni bu sababli tutqun qilganligidan edi. Shuningdek e'tiboran Uyg'urlar Xitoy ichki va sirtida uch xil kuch qalpig'i bilan qaralanib, izchil holda turli ziyonkashliklarga uchrab keldi. Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustida o'tkazgan turli jinoyatlari dal bu uch xil kuch to'kmati ostiga ko'milib, Uyg'urlarni butun dunyoning nazaridan yiroq qoldirdi. Xitoy hukumati Uyg'urlarning qarshilik harakatlarini xalqaro terrorlikning bir qismi qilib ko'rsatishga boshlagandan tortib, toki lagerlar masalasi xalqaroga oshkorlangan 2017-yillarga qadar Uyg'ur masalasi xalqaroga Xitoyning ichki ishi, Xitoyning zamin putuligini parchalashga uringan bir uchum Sharqi Turkistonchilarning bo'lgunchilik harakati deb tashviq qilindi. Texmo ichinarliq yeri shuki, hatto bir qism davlatlar va xalqaro organlarmi Xitoy ta'minlagan tashviqotlarga asoslanib, buni shundoq tushundi va qabul qildi. Shu sababdan Uyg'urlar o'z vatanida qanday zulmlarga uchragan bo'lmasin, insonlik haqlari qanchalik dafsanda qilinmasin, xeyli uzungacha xalqaro jamiyatning ko'ngil bo'lishiga va diqqatiga muyassar bo'lolmadi. İlham To'xtining Uyg'urlarning avtonomiya haqlari kapolatga ega qilinish kerakligi haqidagi qarashlari, shundaqla bu qarashlari sababli uch xil kuch jinoyati bilan ayblanib, umrlik qamoq jazosiga hukm qilinishi Uyg'urlarning xalqarada qaytadan diqqat nuqtasiga ilinishiga yo'l ochdi. Xitoy ichidagi bir qism Xitoy ziyolilari
Uyg'urlarning haq-huquqlarining dafsanda qilinganligini e'tirof qildigan va xalqaradimi Xitoyning Uyg'urlarni xalqaro terrorlikqa bog'lashining aqlga uyg'un emasligi haqida so'zlaydiganlar ko'payishga boshladi. 2017-yili lagerlar masalasining o'tirg'i chiqishi bilan Xitoyning 19 qurultayida Shi Jinpingning G'arbga jang e'lon qilishi o'xshash vaqtga to'g'ri kelgan edi. Mana bu paytda Amerika qatorliq G'arb dunyosi Xitoyning dunyoga xo'ja bo'lish g'arazining o'zining qimmat qarashlari va hokimiyat bexatarligiga tahdid paydo qilganligini asta-asta his qilishga boshladi. Bugun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish yolg'iz Uyg'urlarning o'zining masalasi bo'lishdan halqib, xalqaroning o'rtaq masalasiga aylandi. Bu vajidan Uyg'ur masalasining hal bo'lishimi muqarrar yo'sinda G'arb demokratik qimmat qarashlarining saqlanib qolishi Xitoy hokimiyatining mag'lubiyati bilan vujudga kelganligida shak yo'q. Baran inqilobida, G'ulji qatliyamida, 26-iyun Shaoban vaqasida, 5-iyul Urumchi qirg'inchiligida va yoki 28-iyul Yakan qirg'inchiligida begunoh o'ltirilgan, ziyonkashlikka uchragan Uyg'urlar uchun lagerlarga qamalgan, o'ltirilgan, ziyonkashlikka uchragan millionlagan Uyg'ur xalqi uchun Xitoy hukumatining jinoiy javobgarliklari surishti qilinadigan kunlarning keldiganligida texmi shak yo'q. Chunki jahon bo'lgandan tortib jaholat, qorong'ulik va zulmat ma'lum zamon hukm surgan bo'lsa-mu, ammo adolat hamon jaholat ustidan g'alaba qilib kelgan. Tarixdan buyon bu haqiqat o'zgargani yo'q. Shundaqli bugunmi, ham kelgusidimi mangu o'zgarmaydi.